Xo'sh, biz 3-chi CD plastinkasida hissiy munosabat to'g'riliq to'xtalib o'tdik. 4-chi CD plastinkasida bo'lsa, sizning jo'ringiz to'g'riliq to'xtalib o'tdik. Mayli sizning jo'ringiz bo'lsin, mayli hissiy munosabat bo'lsin, inson bilan insonlar mavjud bo'lgan, ularning o'rtasida cho'qim kayfiyat mavjud bo'ladi. Undaqda biz bu plastinkada kayfiyatning kuch-qudrati to'g'riliq to'xtalamiz. Bizning hammamizning turmushda o'ngsizlikka uchragan, irodamiz sustlashgan, ochiqlangan, xushal bo'lgan, qattiq hayajonlangan vaqtlarimiz bor. Kayfiyatning kuch-qudratining mahbiti hargizmi passiv kayfiyatlarni his qilmaslik, aktiv kayfiyatni his qilish emas, balki o'zingizning kayfiyatingizni harakat qilishning signali deb ishlatishdir. Sizdagi his qilgan har turdagi kayfiyatlar sizni harakat qilishga undaydi. Mening sizga bu lenti demoqchi bo'lganim, uni qanday usulda borliqqa keltirishdir. Ma'lum ishlarni o'ylab boqayli. Sizning his qilganingizdami muhim narsalar bormi? Biz kishilardan siz haqiqiy muhtoj bo'lgan narsa nima deb so'rgan vaqtimizda ular "Menga ko'p pul kerak. Men yaxshi bo'lgan hissiy munosabatga muhtoj" deb javob berish mumkin. Biz texnik fikrlab so'rgan vaqtimizda ular "Agar menda ko'p pul bo'lsa, men o'zimni intan kuchli his qilaman. Huquqim bo'ladi, texmi erkin bo'laman yoki agar men yaxshi bo'lgan hissiy munosabat bo'lsam, texmi ko'p muhabbatga erishgandek his qilaman" deydi. Biroq amaliyat bo'lsa, ularning bunday hissiy munosabatga erishkisi yo'q. Ularga pulmi kerak emas. Ular faqatla yaxshiroq his tuyg'uda bo'lishni orzu qiladi. Ular o'zlarining hozirgi his tuyg'ularini o'zgartirishni xohlaydi. Ularning faqatla shu paytdagi kayfiyatini o'zgartirishi bor xolos. Meningcha, biz uchun muhim bo'lgan ish bo'lsa, yangi bir xil ko'z qarashda kayfiyatni tushunib beqish. Biz bilamiz, ba'zi kayfiyatlar passiv deb qaralgan, biroq shu passiv deb qaralgan kayfiyatlar bizning do'stimiz bo'lishi mumkin. Chunki ular bizni harakat qilishga chaqiradigan bir signal. Agar biz onunğa diqqat qilib, uni to'g'ri yo'sinda ishlasak, biz hayotimizni darhol o'zgartira olamiz. Shunlashqa, esingizni ching tuting. Kayfiyat bo'lsa haqiqiy kuch. U urushni keltirib chiqara oladi. U to'y qilishga sababchi bo'la oladi. U ajrashishga sababchi bo'la oladi. U bolalarni vujudga keltira oladi. U bizni sog'lom qila oladi, og'ritib qo'ya oladi. Mohiyatini ilib aytganda, butun hayotingiz, ya'ni dunyoning tarixi kayfiyatning jarayonidir. Kayfiyat bo'lsa bizni harakat qilish orqali o'zimizni yetaklaydigan yadro. U nereden kelgan? Onun maqsadi nima? Qaysi xil kayfiyatlarni biz har kun his qilib, shu orqali taqdirimizni o'zgartimiz? Bizning uni yaxshi egalligimiz bor. Biroq qanday usulda uni egallaymiz? Hayotimizning sifatini yuqori ko'tarishda uni qanday ishlatish kerak? Bularga biz bugun javob topamiz. Oddiy bir savoldan boshlayli. Siz odatda kayfiyatingizni qanday bir taraf qilasiz? Men doim kishilarning kayfiyat masalasini 4 xil usul bilan bir taraf qilganini ko'rdim. Birinchisi bo'lsa, o'zini elib qochish. Ular kayfiyat his qilmaslikka urindi. Ular har doim rad qilinishdan o'zini elib qochadi. Bu yerda bir masala bor. Sizningcha u nimadir? Agar siz har doim rad qilinishdan o'zingizni elib qochib yursangiz, siz hargizmi muvaffaqiyat qozona olmaysiz. Chunki hayotimizga nurg'ilgan ishlar boshqalar bilan aloqalash orqali bitadi. Bu jarayonda biz rad qilishga uchrashimiz mumkin. Agar bu xil rad qilinish kayfiyatini o'zimizdan elib qochsak, ishlar qanday bitadi? Bilingki, rad qilinish kayfiyatidan o'zingizni elib qochsangiz, siz hatto hissiy munosabatga erisha olmaysiz. Muhabbatga o'xshash erishishga tegishli kayfiyatlarga erisha olmaysiz. Chunki rad qilinish tuyg'usidan qo'rqish sizni bu xil yaxshi kayfiyatlardan ayirib tashlaydi. Shunlashqa, siz hayotingizda passiv kayfiyatlardan uzlik-kesil yiroq tura olmaysiz. U mu hayotingizning bir qismi. U sizni üst betildirdi. İkinchisi bo'lsa, ba'zi kishilar bu xil passiv kayfiyatlardan o'zini elib qochirmaydi. Aksicha, uningga chidab yashaydi. Ba'zilar texmi chataq yeri bu xil kayfiyatning mavjud ekanligini e'tirof qilmaydi. Ular "Men shundaq nachar his qilmadim, men undaq nachar his qilmadim" deydi. Biroq bir vaqtda ular bu xil passiv kayfiyatni o'zining ichki dunyosida ulg'aytib yetadi. Ular nima uchun ishlar shundaq bo'ladi? Nima uchun boshqalar davomli mendan foydalanadi deb qaraydi. Ular buni sirtiga chiqarmagani bilan hargizmi ichki dunyodagi suhbatni o'zgartmaydi. Biroq ular qarmoqqa bu xil nachar kayfiyat o'zida bo'lmaganda kayfiyatga kirib olishga urindi. Uni e'tirof qilmaydi. Muqarrarki, bu ularning o'z petlishida to'salg'i bo'lib qoladi. Agar siz uni hal qilmasangiz, u ichki dunyongizda qaynab maydingizga mushlaydi. Ondan siz to'xtamay nachar his qilishga boshlaysiz. Uchinchisi bo'lsa, ba'zi kishilar o'zlaridagi kayfiyatni selishtirdi. Masalan, ular "Sen mening oldimda o'zingning kayfiyatni nachar deb atamsan?" "Ha, meningcha undaqda" deydi. Biroq bundaq selishtirish orqali ular hech nimani hal qila olmaydi. Aksicha, o'zidagi nachar kayfiyatni texnik kuchaytirib yetadi. Umid qilganim shuki, siz 4-xil usul orqali kayfiyat masalangizni bir taraf qiling. Siz o'zingizga bu xil kayfiyatlarni his qiling, hamda uni ishlating. Ham u xil kayfiyatlardan o'sib etiling. Ha, ular nereden kelgan? Ular virusdek tuyuqsiz bizga hujum qilamdi.
biz hammamiz bilamiz, ular boshqa odamlardan kelgan. Masalan, agar siz muhabbat tuyg'usini his qilsangiz, bu xil kayfiyat boshqalardan kelgan. Chunki siz so'yildingiz emasmi? Shundaqku. Ular sizni quchoqlaydi, ular sizni suydi, muhabbatini sizga berdi. Shundaqqa deyman. Amaliyot bo'lsa, siz mushkil kayfiyatda bo'lishni tanladingiz. Agar siz tushkunlashsangiz, qayg'ursangiz, umidsizlansangiz, ochiqlansangiz, bularning hammasini siz barliq keltirgan. Bu xil nachar kayfiyatlarni faqatli siz barliq keltirgan. Siz bularni diqqatingizni shularga markazlashtirish orqali tanlagan. Demak, siz har qanday vaqtda, har qanday bir ishga qanday ma'nolarni bersangiz, shunday tuyg'ularga erishsiz. Masalan, agar bir er kishi cho'ng saroylarda bir ayol kishi uchun ishni yechib bersa, bu ayolda qanday tuyg'u bo'ladi? Bu ayolning qanday kayfiyatda bo'lishi ashu ishga bergan ma'nosini tanlashga bog'liq. Balkim u meni hurmat qildi desa, ko'ngilda hurmat ham tashakkur tuyg'usi bo'lishi mumkin. Balkim sen meni qo'li yo'q ko'rdingmi deb o'ylasa, passiv, o'chmanlik kayfiyati bo'lishi mumkin. Balkim u bu er kishining menga ko'ngli bor o'xshaydi degan ma'noni bersa, yana bir xil kayfiyat bo'lishi mumkin. Qarang, bizning qanday his qilishimiz bizning shu ishimizga bog'liq emas, u bizning bergan izohatimizga, bergan ma'nolarimizga bog'liq. Biz ishlarga bergan ma'nolarimizga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Chunki bu ma'nolar bizning qanday kayfiyatda bo'lishimizni belgilaydi. Biz o'zimizda paydo bo'lgan kayfiyatlarning muvofiq bo'lganligini jazmlashtirishimiz kerak. O'zimizni ojizlashtirganga qaraganda kuchlantirishimiz kerak. Passiv kayfiyat mavjud emas, nachar kayfiyat mavjud emas. Biz faqatla hayotimizda yuz bergan ishlarga yaxshi ma'nolarni bersak, barliq kayfiyatlar biz uchun yaxshi mulozimat qiladi.